Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. 1-iyuldan boshlab pensiya va kompensatsiya olish tartibi o'zgaradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, prezident farmoniga ko'ra agarda fuqaroga birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi belgilansa, pensiya unga avtomatik ravishda tayinlanadi. Alohida ariza berish shart bo'lmaydi. Agarda xohlasa rad etish huquqi ham saqlanib qoladi. Nogironlik pensiyasi tayinlanganidan so'ng kamida 1 yil staji bo'lgan fuqarolarning pensiyasi har 2 yilda avtomatik hisoblanadi. 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab pensiyalar Xalq banki tomonidan Face ID va elektron imzo orqali beriladi.